Assalomu alaykum. Dehqonchilikka qiziqgan do'stlar. Bugungi kislomiz 2025-yil 20-mart. Ro'zaning 20-kuni. O'zlarimlar charchamayapsizlarmi? Xudo kuch-quvvat bersa hammamizga. Pomidorimiz ekilganiga 10 kundan oshdi, 12-kun bugun. Pomidorimiz navi Buron degan navli. Bu gibrid emas, birinchi avlod deyiladi. Gibriddan urug'dan olinib nihol qilingan. Pomidorimiz holatlari hozirgi vaqtda shunaqa ahvolda. Bitta o'zi bitta emas, tashli 100% g'uncha bilan turibdi. Gullash arafasida. Pomidorimiz ekilgandan keyin 3 kun o'tib mana bu dorilarni berib, aminator, aminokislota, parashogi, agressiv, keyin radikabayer deydi mana bu. Tomirlar, ildizlarni rivojlantirar ekan. O'sishlarni o'zgartirar ekan. Shularni berdik. Pomidorimiz 7,5 mingta nihol. Yarim mingta nihol ekilgan. Teplisamiz opshi 25 soteli. Ekilish sxemasi 35 ga 60 qilib ekilgan. Bunaqasi 35, bunaqasi 60. Pomidorgacha 80. Arig'imiz 80. Ekkanimizdan keyin 3 kundan keyin uni berdik. Simqurt paydo bo'lib qoldi. Simqurt juda yiqib tashay ekan. Simqurtga mana bu dorini berdik. Dezis tavsiya qilaman, yaxshi ekanlik. Ishlatganim yo'q edim. Bayer firmaniki. Effekti juda zo'r bo'ladi ekan simqurtga. Simqurtlar o'lib qoldi, qotib qoldi, hozir ko'rsataman. Mana sinash uchun baklashkasini qopqog'iga tashladim. Qovurilib qoldi o'zi. Yonidagi pashshalar ham kelganda o'lib qolgan shaqqa. Effekti zo'r ekan, tomiriga uncha ziyoni yo'q ekanlik. Pomidorimiz shamollatishi ikki tomonga ochiladigan joy qilib qo'yganmiz. Shamol bilan aylanib havolar yaxshi bo'lib turadi, isib ketmaydi. Eluklarimiz ham bor. Chirizadini ochganmiz. Bitta mana emas, keyin uni chirizadini ochilgan. Bu ham kerak bo'ladi. Hozircha yaxshi ketyapti. Kuzatishda davom eting.